Ramazon keldi birodarlar, muborak bo'lsin. Ramazon sabr oyi birodarlar. Alloh azza va jalla siz bilan bizga Ramazon ro'zasini buyurdi. Allohga kerakmi biz ro'za tutishimiz? Kerak emas. Uyqusi yaxshi odamlarning rashodini qarang. Peshinda o'qib turib bitta tashlasam, asrgacha uxlaydi. Qoyil. O'zi bir hisobda yaxshi. Bunaqa odam uxlagani yaxshi, chunki o'g'il bo'lsa gunoh qilgandan ko'ra telefon o'ynab, har xil narsani ko'rib. Nima qilgani yaxshi? Uxlagani yaxshi. Lekin birodarlar, u ro'zadan maqsad uxlashmasda. Ro'za tutishdan maqsad kelinlar ertamandan kechgacha oshxonada qolib ketmasin. Boshqa oyda yemaydigan ovqatlarni qilib yeymiz. Kelinglar o'sha kelinlarga ham ozgina fursat beraylik. Endi ro'zani hurmati yo'qmi, domla? Hurmat nima bilan o'lchanar ekan? Dasturxondagi ovqatni hech chiqilligi bilan. Mana bu narsa noto'g'ri-da. Ro'zadan maqsad nima ekan? Taqvo ekan, taqvo sifati ekan. Bu oy birodarlar bandalarning foydasiga yoki zarariga hujjat bo'ladi. Bu oyni hurmatini rioya qilgan odamni Alloh taolo hurmatini rioya qiladi. Zoya qilgan bandani Alloh zoya qiladi.